Diqqat aholiga, may oyi pensiyasi haqida tezkor xabar e'lon qilindi. Pensionerlar ogoh bo'ling, ijtimoiy tarmoqlarda pensiya jamg'armasi budjetdan tashqari pensiya ijrochisi etuvchi direktori nomidan shubhali akkauntlar ochilib, fuqarolarga har xil xabarlar yuborilmoqda. Pensiya va nafaqa oluvchi fuqarolar tezda videoni o'tkazib yubormasdan xabardor bo'ling, keyin kech bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Hurmatli yurtdoshlar, ogoh bo'ling. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi direktori nomidan Telegram messenjerida soxta akkauntlar ochilgani va ular orqali turli shubhali xabarlar yuborilayotganligi kuzatilmoqda. Shu munosabat bilan sizlardan ogoh bo'lishingizni so'raymiz. Agar sizga pensiya jamg'armasi rahbariyati vakillaridan birining ismi, sharifi va surati tushirilgan notanish profildan turli xabarlar kelsa, aslo ishonmang va javob bermang. Ushbu profilni darhol bloklang va spam tugmasini bosib qo'ying. Barcha ishonchli va rasmiy ma'lumotlar pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytida hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali e'lon qilinib boriladi. Endi esa may oyi pensiyasi puli qachon to'lanishi haqida ma'lumot e'lon qilindi. Pensiya jamg'armasi tomonidan bank plastik kartasida pensiya oluvchi fuqarolarga pensiya mablag'lari 5-mayga qadar naqd pul shaklda oluvchi fuqarolarga esa 5-maydan 27-may sanalariga qadar to'lab berilishini rejalashtirgan. Aziz do'stlar, ushbu xabarlarimiz maksimal darajada barcha pensionerlarga yetib borishligi uchun o'z hissangizni qo'shing. Shunchaki like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.